Kunlarmu ketdi, tunlarmu ketdi. Hayot to'g'risidagi chatma hissiyotlarim. Avtori Mavlon Yasin. Birinchi. Yashagan siri bir kunning qanchalik qisqa ekanligini texmo his qilishga boshladim. Bir kun qisqa, bekmi qisqa ekan. Fajr namozini o'qib, saharni quchoqlig'icha gugum asta yeyilib olamni qoplab, kash shafiqining qo'yniga kirib ketamiz. Bir yilmi qisqa, bek qisqa ekan. Yosh bahorning qizil va yeshilligini, chechaklagan g'unchalar va sap havoni qadrligicha kuzlik uchakka tayyorlik qilishga boshlaymiz. O'ylab baqsam, bir umrmi qisqa, bek qisqa ekan. Yoshlikning payzini surgicha hayotning kashki shafaq nuri ufq sizqiga cho'kishga boshlaydi ekan. Yillar o'tdi, yo'rg'ulishib, bir-birini qo'g'lishib, vaqt sukut qilgan holda barmoqlarimizning orasidan eqib, bosh ko'zimizni silab o'tib ketadi ekan. Men yanchig'imda orali $25 bilan Los Angeles aerodromiga texi tunugili tushgan edim. Mana endi chas soqollarim oqirib, qo'riqlar tushib, muskullarim yumshab, badallarim ojizlashga boshladi. Mana men bu yangiliklarni qabul qilishga majbur bo'ldim. Men hamisha oldimda sanoqsiz kunlar, cheksiz fursat, qanchalik isrof qilsam tugamaydigan yoshlik, behisob yillar bor deb his qilardim. Odam ko'plagan o'tmish kechmishlarni besib o'tgan bilan uni bek kechikib his qiladi ekan va tushunadi ekan. Qadrlashni o'rganmaydi ekan. Yoshlikni amdili quchoqlig'icha mazar ko'zga ko'rinishga boshlaydi ekan. Bomdod namozdan keyin sharqqa qarsak, quyoshning tunji nuri ufqdan ko'tarilib, butun dunyo bara-bara parlaq nur bilan suzilib, hamma narsa hayotga qaytib, bizga umidni olib keladi. Quyosh g'arbga petish uchun nemanchi tiz yuguraydigan-da, ha? Kashki shafaq nima degan go'zal, ha? Ammo ko'z oldimizdagi go'zal kunning petishidan huzurlanishimiz bilan bir vaqtda yana bir kun o'tib ketdi deb urimiz. Saharni quchoqlig'icha tunning libosini kiyimiz. Bahorning tunji shamoli zaminga yetib yuz ko'zimizni silaganda, o't cho'plar uyqusidan uyg'onib, beshini chiqarib, hamma gullar ho'ppida ichilib, dunyo tabassum bilan zinnatlanadi. Bahor nima degan go'zal, ha? Bahor gullaridan biri g'unch sundirib turg'icha, eg'ir palto va quloqchalarni tashlag'icha kuzning oq ushki ko'zimizni chiqishga boshlaydi va qishning sovuq shamoli chas soqollarimizni qiruv bilan qoplaydi. Vaqt nima degan tez. Bizning shodligimiz, g'amimiz, yig'izorimiz, qiyinchiligimiz, oldirashchiligimiz, o'zurlarimiz, nadonligimiz, akavurligimiz bilan hech qanday chetishmay yil-yilga ulinib eqib ketyotadi. Meningmi yosh vaqtlarim bo'lgan. Sap, oddiy, go'dak, sodda, qalbimda sanoqsiz orzular bixlagan, kelajagim uchun go'zal planlarni tuzgan. Yillar bu go'zal orzuyimni qo'g'lishib, bu egizpas, o'ng'ul-do'ng'ul, o'yman-cho'nqur yo'llarda qadamimni to'xtatmadim. Qayg'u va ko'z yoshlarim bo'ldi. Baxt va xushalliqim hamroh bo'ldi. Kaynimga qarg'adak bo'lsam, vaqt hamisha kishilarni orqaga tashlab qo'ydi ekan. Hayot bakli qisqa ekan. Tuymayla allaqachon kashf bo'lib qoladi ekan. Men hayotning kashf manzillarini davotiman albatta. Amaliyotda vaqt degan narsa asli mavjud emas ekan. Vaqt faqat insonlar o'ziga tasalli berish uchun o'ydirib chiqqan uqum. Turmuşda odam rozi bo'lmaydigan, vijdoniga azob keladigan, chiroyini purishtirmay turib va kulimsirgan holda ichiga yutib yetadigan ishlar bek ko'p ekan. Ham ularni izhor qilib bo'lmaydi ekan. Hissiyot oldida amalsiz qoladigan ishlarmi bek ko'p ekan. Ham ularni tushundirgili bo'lmaydi ekan. Izhor qilish va tushuntirish faqat o'zingizni ojizlashtirib yetadi ekan. Qiyinchilikqa qaysarlik bilan taqobil turay deganimda, ojizlik hamisha tuyuqsiz yetib keldi.
Men hayotning musobaqasini boturlik bilan qabul qilishni o'ylaganimda, holsizlik hamisha ichimdan etilib chiqdi. Men tirishib nishonga yetish uchun intilganda, umidsizlik hamisha oldimni tortdi. Men hayotdan umidsizlanib, bexudlikni tanlaganda, nalardandir paydo bo'lgan bir qamcha yompishimga qattiq urildi. Qaysarlikning keyinda qanchalik besim borligini kim tushunadi? Boturlikning orqasida qanchalik zarbidan qolgan yara, qayg'u, hasrat va mag'lubiyat damg'alarini kim ko'zitadi? Kulimsirashning ichida qanchalik yosh to'kilganligini va yurak siqilganligini kim sezalaydi? Men mushu ojizlik, holsizlik va umidsizlik zarbasida og'zi burnim to'xtamay qonga bo'yilib, daldangishib mengib keldi. Hayot aslida yolg'izlik yo'lga chiqqan safar. Xuddi har bir kishining barmoq izi o'xshamag'inidek safarning o'ziga xos o'zgarishchanligi bo'ladi. Uning issiq sovuq, tatliq mazzilik, ochiq chuchuk va jafo mushaqqatini faqat o'zi tushunadi. O'zi biladi va o'zi tajriba qiladi. Shuning uchun baxtsizlikni ko'pchilikka so'zlashning hech bir hojati yo'q. Bu dunyoda talaylik kishilar bak oz. Ba'zi vaqtlarda oldingizdagi mavjudlikni tanlash imkoniyatingizmi va erkinligingizmi bo'lmaydi. Faqat qo'lingizdan kelganini qilasiz, qolganlarni taqdirga qoldirib qo'yasiz. Hayot vaqt bilan hisoblanadi ekan. Vaqt zahar qaytirish dorisi emas, lekin zahar qaytirish dorisi vaqtning ichida rol o'ynaydi. Vaqt mushaqqatni ep keladi ham uni yengadi. Oldirgan qala, oldirmagan ola. Hamma ishga zorlanmang, vaqtga bir oz vaqt bering. O'tmish bo'lib qelaversin. Yangi hayot hayotini boshlasin. O'tmishni o'gining, lekin o'tmishga petib qolmang. Sizni qayg'uga solgan va bearam qilgan ishlar bir kuni sizni asta kuldiradi. Do'stlaringiz va bolalaringizga so'zlab beradigan rivoyatga aylanadi. Vaqt sizni bilim va tajriba savoq bilan ta'minlaydi. Vaqt bizni eng kuchli narsaga aylanishimizga yo'l qo'ydi. Lekin ilhom bermaydi. Ilhom har bir odamga xos deb aralashmaydi. Vaqt bizni asta-asta cho'ng qiladi, bizni o'tmishga sal qaraydigan qiladi. Kelgusi qalbimizga xushallik ep keladigan bir jumla bo'lib qoladi. Biz shuningga qat'iy ishonishimiz kerakki, biz yo'qotib qo'ygan narsalar hayotimizda hamisha boshqa usulda qaytib keladi. Olg'a ilgirlashdan to'xtab qolmasaqla, o'zimizga mansub go'zallik bilan uchrasha olamiz. Vaqtning izlaridan biz bir odamning muhabbatini aniq ko'ra olamiz. Shundaqla o'zimizning yurak ritmini aniq tinglasha olamiz. Dunyoda birdan bir taqlid qilib ishlagili bo'lmaydigan narsa vaqt. Birdan bir takrorlanmaydigan narsa hayot. Birdan bir haqsiz erisha oladigan narsa yosh quram. Bu dunyoda vaqtdan qoyil qilarlik narsa yo'q. Chunki vaqt bizga uqtirmay hammani o'zgartiradi va hammani ep ketadi. Tunugilla hayot va cho'ng ishlarni planlayotgan birsi bugun biz bilan xo'shlashdi-ku. Tunugilla boylikdan va nom obro'ydan faxrlanib yurgan birsi bugun turmushning qiyinchilik va muhtojlik holatiga cho'kib qoldi-ku va muhtojlik ko'chisida tangirqab qoldi-ku. Tunugilla shuhrat tojisini kiyib dunyoga patmay qolganlar bugun chillisimi ko'chalarda aks sadosi anglanmaydi-ku. Tunugilla tog'larga yomishib va bog'larda yugurib yurgan birsi o'xshagan xaltisi bilan nafas oladigan bo'lib qoldi-ku. Esingizda tuting, hammamiz odatdagi kishilar. Go'rda hammamizning beshiga o'xshashli bir kesak qo'yiladi. Hammamiz bir uchum tuproqqa aylanamiz. Vaqtning o'tishi bilan charchaganligimizni his qilamiz. Biz doim bir ishda chang turish va shu ishdan voz kechish o'rtasida charchaymiz. Biz yuksak nishonga yetish va shu nishondan voz kechish oraliqida holsizlanamiz. Bir mashhur zot bo'lish va oddiy odam bo'lish oralig'ida so'kildab asraymiz.
Esda tutishga tegishlik va esda tutishga tegishlik bo'lmagan ishlarning hammasini esda tutish orqali azoblanamiz. Nurg'un ishlarni talash-tortish qilib va olg'a ilgirlashga e'tiborsizlik qilib xushal-xuram bo'lolmaymiz. Pul tugab ketsa, yana topqini bo'ladi. Do'stlaringizdan ayrilib qolsangiz, yangi do'stlarni topqali bo'ladi. Muhabbatdan ayrilsangiz, qayta muhabbatga erishgili bo'ladi. Tug'ilganda hech nima yo'q tug'ilgan edik-ku. Turmushda go'y vaqtlarda qadimimizni astiltib, bir oz tinishtirib, o'pkimizni biroz besib, oldi-keynimizga bir qo'r qarab olishimizga to'g'ri keladi. Hayotning maqsadi olg'a ilgirlashla bo'lib qolmay, ba'zida agir to'qay va oiladan mengishni o'z ichiga oladi. Turmushdagi o'sib yetilish bo'lsa, o'g'inish, chekinish, yengilish, mag'lub bo'lish qatorliq tajribalardan keladi. Har birimiz o'zimizning tarjima holiga nazar solsak, xotirimizdagi nurg'un utuqlar, xatoliklardan yetishib chiqqan. Mag'lubiyat g'albining onasi degan hikmatli so'zning ma'nosi mushu bo'lsa kerak. Hayotni tushunish ba'zida dil birdilla yo'rib ketishdan, ba'zida uzun vaqt ehtiyot bilan o'zimizni remont qilishdan paydo bo'ladi ekan. Nurg'un vaqtlarda turmushda duch kelgan ishlarga o'zimiz tanlagan vosita va tashna bo'lgan go'zal xiyollardan voz kechishga to'g'ri keladi ekan. Umumlikni deb, xo'rliqqa chidab yo'l qo'ydi ekanmiz. Yengini bo'ladigan mushkul masalalar oldida chekinishimizga, voqealarning oqibatidan qo'rqib tugilib oladi ekanmiz. Siyosiy besim ostida to'lg'inib, o'zimizni deformatsiyalashtirib oladi ekanmiz. Hatto o'zimizning vijdonni setib etar ekanmiz. Shuning bilan mijoz xarakterimizmi asta-asta o'zgaradi ekan. Bir millatda bunday nopusning tadrijiy ko'payishi bilan millat xarakterimi asta-asta o'zgaradi ekan. Chiriklashadi ekan va buziladi ekan. Qulluqni tanlash tabiiylashadi ekan. Hayotda yo'qotadigan narsa yo'q. Ammo ehtiyotsizlikdan isrof qiladigan ahvol ko'p. Bu cheksiz tuyg'u bilan yashaydigan hayotning nayati chekli ekanligini yeshingizning cho'ngishi bilan his qilasiz. Siz erishgan barliq narsalar, pul, mashina, ozodi uylar, shon-sharaf, unvon, biz azizlaydigan ota-ona, hamroh, qarindosh, urug' tuqqan do'st birodar, biz to'ymay qaraydigan Facebook, WhatsApp, Google, YouTube, Signal, biz sayohat qiladigan tog', daryo, o'rmon, bog'cha qatorliq barliq jo'g'rafiya. Bizning naqshlarimiz, chaqchaqlarimiz, talash-tortishlarimiz, muhabbatimiz, g'azab nafratimiz hammasi bizni faqat qavra oldiga uzitib qo'ya oladi. Hayotni qadrlasakla yo'qotib qo'ygan narsalarga bak urib ketishning ahamiyati yo'q. Gul ichiladi, gul to'kiladi, quyosh ko'tariladi, quyosh patadi. 4 fasl o'zgarib turadi, yillar sudek eqib ketaveradi. Bir odamning vaqti to'shib bu dunyodan ketishga to'g'ri kelganda hech kim uni to'siyolmaydi. Yangi bir hayotning bu dunyoga kelishini hech kim to'xtatolmaydi. Shuning uchun tong sarni xushallik bilan kuting, gugumni mardonlik bilan uzitib qo'ying. O'zingizni boshqalarning o'lchimi bilan o'lchimang. Boshqalarni o'zingizning o'lchimi bilan o'lchimang. Sizning hayot va taqdiringiz o'zingiz chashqan urug'ning mahsuli va natijasi. O'zini yaxshi tonish va vijdonni pok saqlash bir odamning xushalligini, qimmatini va baxtini o'lchaydigan o'lcham bo'lishi kerak. Hayotda selishtirg'ili bo'ladigan narsa yo'q. Bir-birimiz bilan go'zallikni va qimmatni selishtiramdiq. Bir-birimiz bilan go'zallikni va qomatimizni selishtiramdiq. Erlarga soqol chiqib, ayollarga qo'riq kirib, hammamiz qerib ketamiz. Boyligimizni beslashamdiq. Barliq topgan dunyolarimiz bizni mazorliqqa opirib qo'ydi. Hayotimizni tavukaga qo'yib qo'yamdiq. Hammamiz oxiri uzunligi 2 metr, cho'nqirligi 2 metr, kengligi 1 metr keladigan go'rga sig'imiz. Har bir odam bu dunyoga sinoq uchun kelgan. Sinoq tamomlanganda tabiiy holda g'ippida g'oyib bo'ladi. Hayotda mukammallik degan narsa bir xil nisbiylik hukm.
O'zining sog'lomligiga, hissiyotiga, axloqiga, vijdoniga va iymoniga ko'ngil bo'lgan odam hayotning ko'p qismida qutuqni qo'lga keltirgan baxtli odam. Har bir odam o'z oldiga baxtlik va talaylik. İnsanlar hozirga qadar olamning taxminan 5%ni bayqadi. Mushu 5% olamda taxminan 2 trillion yulduzlar sistemasi bor ekan. Buning ichidagi har bir yulduz sistemasida taxminan 400 milliard yulduz bor. Demak, hozirga qadar bayqagan yulduzlarning soni 8 ning keyniga 23 nil yeziladi. Mushu yulduzlarning birsini yer shari deb ataymiz. Hozirga qadar yer sharida taxminan 100 milliard odam yashapti. Sizning mushu zo'r miqdorning ichidagi birsi bo'lishingizning o'zila bir talay va baxt bo'lib qolmay, bu bir mo'jiza. Shuning uchun sizga hayot ato qilgan va dunyoni his qildirgan Allohga minnatdor bo'ling. Ota-onangiz, jo'ringiz, bolalaringiz va urug' tuqqanlaringiz bilan bo'lgan har bir soatni qadrlang. Do'st birodarlar bilan ilib bo'lgan har bir suhbat, chaqchaq, qo'l elishish, salom yo'llash, choy quyish, hatto ranjishlarni azizlang. Saharda uyg'onib olgan har bir nafas, ichgan har bir yutum suv, yegan har bir lo'qmani qimmatga elang. Sizga ehtiyotchan bo'lish orqali sizning qimmatingizni his qildirgan kishilarga rahmat ayting. Hatto sizga azor berish orqali sizning o'sib yetilishingizning ma'nosini o'rgatganlarga idroq qiling. Davomi bor.